Bolaligimda momomni sallabbosh kiyimini kiyib yurganini ko'rgan o'rtoqlarim meni kalaka qilgan. To'g'risini aytganda men uyalganman. Momomni milliy libosda yurishini istamaganman. Bugun esa ushbu milliy kiyimni kiyishdan uyalmayman. U menga cheksiz g'urur, iftixor bag'ishlaydi. Yoshim ulg'aygan sari keyin bilsam, ushbu bosh kiyim har bir ayolni ijtimoiy mavqeini belgilovchi, uni umr yo'li, millati, yoshi, ijtimoiy mavqei, uni turmushga chiqqan, chiqmaganligi, farzandlarining soni, bir so'z bilan aytganda ayol haqida ma'lumotnoma, zamonaviy talqinda aytganda ayolni pasporti vazifasini o'tagan. Bolaligimda momomdan igna ip, pul so'raganimda bosh kiyimdan chiqarib berardi. Ushbu bosh kiyim hamyon vazifasini bajargan. Xalqimiz orasida ushbu bosh kiyimini yoshi ulug' onaxonlar kiyadi degan tushuncha bor. Aslida ushbu bosh kiyimini to'y kuni kelinchaklar ham kiyishgan. Faqat u bosh kiyim odatiy bosh kiyimlardan ko'ra balandroq bo'lgan, ro'mollar soni 5 tadan 15 tagacha bo'lgan. Ushbu bosh kiyim nafaqat hamyon vazifasini bajargan, balki ayollarni issiqdan, sovuqdan asrovchi va shu bilan birgalikda qaddi qomatini tik, raso tutishda muhim rol o'ynagan. Bugun men milliy libos kiyishdan uyalmayman. Unda xalqimizning zakosi, donishmandligi, ma'naviyati, madaniyati mujassamdir.